Assalamu alaikum qimmatli qarindoshlar. Bugun nopozluq jamiyatshunos Zigmund Bauman tarafidan jamiyatshunoslarcha fikr qilmoq degan asar ustida to'xtalamiz. Bu kitob jamiyatshunoslikni yangi boshlaganlarga yoki bu fan bilan tanishmoqchi bo'lganlarga jamiyatshunoslikning nima ekanligi, jamiyatshunoslarcha fikr qilish shakli, foydalari va usullari to'g'risida tafsiliy ma'lumot beradi. Bu kitobda insonning kunlik turmushda shakllantirilgan ish-harakat, qarash, o'ylash va analiz shakllari bilan jamiyatshunoslarcha fikr qilish o'rtasidagi farqlar bayon qilindi. Kitobda ma'lum bir qatlam, ya'ni jamiyatshunoslik ilmiga ko'ngil bildirgan kishilarga xitob qilinmaydi. Kitobda jamiyatning har qaysi qatlam kishilarga xitob qilindi. Ma'lumki, falsafiy va nazariy kitoblarni to'liq tushunish mumkin bo'lmaganlikdan, bunday kitoblar har o'qirmanga qaratilmaydi. Shundaqla ularning olqishiga erishib ketmaydi. Mazkur kitobda erkinlik tushunchasi, bu yo'lda tashlangan qadamlar, elib berilgan hamkorliklar va ko'rsatilgan tirishchiliklarga o'rin ajratildi. Kitob bu alayliklar bilan hozirgacha zo'r olqishga erishib kelmoqda. Bu kitobning markaziy ideyasi mundaq: Jamiyatshunoslik nazariyalari yangi ahvollarga nisbatan cho'qim sinoq qilinishga majbur. Nazariyalarga yangi ma'lumotlar, ya'ni bilgilar qo'shilib turdi. Bu jarayonda jamiyatshunoslikqa doir bilgilar ham o'zgarib turdi. Aqliy idrak bo'lsa, his tuyg'ularning faslaridan halqib, to'g'ri hukm chiqarish qobiliyatini ko'rsatdi. Jamiyatshunoslik bilan aqliy idrak o'rtasida alohida munosabat bo'lsa-mu, lekin yanada bir-biridan farqlandi. Jamiyatshunoslarcha fikr qilish san'atining foydali taraflari xili ko'p. Masalan, his tuyg'umiz sezgirlashadi. Nazar doiramiz kengaydi. Masalaga farqli nuqtadan qaraya oladigan bo'lamiz. Erkin harakat qilish doiramizni kengaytira olamiz. Navada bu san'atga ega bo'lgan bir shaxs boshqalarning fikri beqindiligidan qutuldi. Sirtdan kelgan besim va cheklimlarga bo'yin egmaydi. Hayotni o'zi yetaklab mangdi. Hayotga ergishib mangmaydi. Kitob tuvandagi kategoriyalar bo'yicha yozildi. 1. Erkinlik ve beqindilik. İnsanның tanlash erkinligi var. Lekin bu erkinlik insonning tanlaganlarini ishga oshirish erkinligini kapolatga ega qilmaydi. Bo'libmi, bu insonning arzu qilgan natijalarga erishish erkinligini texmo kapolatga ega qilmaydi. Chunki cheklamalar haqiqatan ko'p. Bugungi erkinligimiz, töngungi erkinligimiz tarafidan qisilgan bo'ldi. Biz tava bo'lgan irq, davlat, kültür ve oila qatorliqlar erkinligimizni qisadigan kuchlar bo'lib hisoblandi. Biz faqat erkinligimizni mushu kuchlar bekitib bergan doirada yashashga majburmiz. Bu kuchlarga tava bo'lishimiz bizning tanlash erkinligimizning ifodasi emas. Aksicha ularga beqindiligimizni ko'rsatib berdi. Erkinlik qilgan ishlarimizning mas'uliyatini ustiga olishni ko'rsatdi. Erkin harakat qilish uchun erkin irodadan boshqa kuchlarga ehtiyojimiz bor. Günümüzde təbir verilgan erkinlik bolsa, bizni qo'shab turgan kuchlar va hayot planlari bilan zich munosabatlik bo'lib, buning da tengsizlik bor. Ya'ni hammamiz to'liq ma'noda erkin emasmiz. Kitobning bu babida erkinlik hukmi tafsil izohlangandan keyin hech kimning bu dunyoda erkin bo'lolmaydiganligi ta'kidlandi. Buning sababi biz tava bo'lgan guruhlardir. Bu guruhlar irq, kültür, davlat, oila va vatandan iborat. Masalan, biz tava bo'lgan guruhining ijtimoiy qurilmasi maqsadimizni shakllantiradi. 2. Biz va ular. Bu babda Bauman ichki va tashqi guruhlarni izohlab chiqadi. Bu izohatga asoslanganda ichki guruhi biz tava bo'lgan, tashqi guruhi bo'lsa biz tava bo'lmagan va tava bo'lishni xolamagan guruhlardir. Biz bo'lsa biz tava bo'lgan guruhi ma'nosini bildiradi. Bu guruhi ichidagilarni nihoyat yaxshi tushunamiz va tushunganligimiz uchun guruhi ichidagi hayotimizni qandoq davomlashtirishni obdan bilamiz. O'zimizni bexatar ish qilamiz va bu guruh ichida bo'lishdan xushal bo'lamiz. Chet eldagi Uyg'ur jamoati bo'libmi Turkiyadagi Uyg'urlarning bir necha mahallaga yig'ilib yashaydiganligini o'ylab boqing. Ular guruhisining funksiyasi haqida ko'p ma'lumotimiz bo'lmaydi. Bu sababdan ularning ish harakatlariga qiziqib ketmaymiz. Ularning qilganlari bizga g'alita va xatarlik bilindi. Biz va ular guruhisini bu ikki guruh to'qinish ishiga kirgan vaqtida tushungili bo'ldi. Ichki guruhlardagilar tamoman bizning a'zoyimizdir. Tashqi guruhdagilarga bir taraflama qaraymiz.
İchki gruppa tuyg'usi bo'lmay turib, tashqi gruppa. Tashqi gruppa tuyg'usi bo'lmay turib, ichki gruppa bo'lmaydi. Tashqi gruppa ichki gruppaning zididir. Ichki gruppaning kimligi, tuturqliq bo'lishi, hamkorligi va his tuyg'u bexatarligi qatorliqlar uchun tashqi gruppaga ehtiyoj tug'ildi. Ichki gruppaning qimmatini bilish uchun tashqi gruppa bo'lishi kerak. Bu ichki gruppaning mavjudligi bir-birini shart qildi. 3. Yatlar. Yatlar ne biz gruppasiga, ne ular gruppasiga tava emas. Ne düşman emas, ne dost emas. Yatlarga qandaq muomala qilishni, ulardan nimalarni kutishni, qandaq aloqa qilishni, ular bilan nimalarni birlikda qila olishimizni bilolmaymiz. Düşmanlarimizga qarshi turamiz. Do'stlarimiz bilan yaxshi o'tamiz. Ularga yordam qilamiz. Lekin düşmanmi emas, do'stmi emaslarga nima deymiz? Yoki qandaq muomala qilamiz? Yoki hem do'st hamda düşman bo'lganlargacha. Bu sababdan ishonchsizlik kelib chiqdi. Bu ishlar bizni bearam qildi. Bizga chiroyli ko'rinmaydi. Yatlardan qutulish uchun bir muncha yo'lni sinab qilib boqamiz. Hatto irqiy qirg'inchilikni ham sinab boqamiz. Avam xalqning beparvoligimi yatlar sababidandir. Birlikda va ayrim bo'lish. Kishi qanchalik yuqoriga yamishib chiqarsa, nazar doirasi shunchalik kengri bo'ldi. Jamiyatdagi yuqori qatlam kontrolga, tuvan qatlam intizomga moyil qildi. Bu bobda Bauman jamoat va tashkilot uqumlari ustida to'xtaldi. Ma'naviy birlikda bir narsa bo'lmasa, jamoatda bir narsa bo'lmaydi. Jamoat o'rtaq din, o'rtaq e'tiqod va o'rtaq irqqa ahamiyat beradi. Jamoatda hech kim e'tiqodning sababini so'rab yurmaydi. Lekin tashkilotda rioya qilishga tegishli qoida usullar bor. Hatto bular yozma holatda tayyorlanib, xalqning ma'qullashiga topshirildi. Navoda bularga rioya qilmagan biri guruhidan chiqarib o'tildi. Tashkilotdagilar hammasining ayrim-ayrim rollari bor. Maktabda o'quvchi bo'lamiz. Ish o'rinda xizmatchi bo'lamiz va maktabning qoida prinsiplariga, ish o'rinining qoida prinsiplariga rioya qilish talab qilindi. Jamoatdagi munosabat shakli insonning kishilik munosabat turi bo'yicha bo'ldi. Ya'ni tamoman g'ayri-rasmiy munosabatlarni tashkil topadi. Tashkilotda rollar bekitilib bo'lgandan keyin shaxslar o'rtasida rasmiy aloqa o'rnatildi. Tashkilotlarda qoidani bekitishlar bilan qoidaga rioya qiluvchilar o'rtasida ro'shan fasl bo'ldi. Jamoatda qoidalarni kimning bekitganligi aniq bo'lmaganlikdan bunday ro'shan fasl yo'q. Lekin jamoatda qatlamliq munosabat shakli bo'ldi. Ya'ni munosabatda yuqori tuvanlik bo'ldi. Jamoat va tashkilotning har ikkilasida ilgirlashga rag'batlantirish bo'ldi. Tashkilotda muayyan bisim shakli bilan bo'lsa, jamoatda e'tiqod bilan bo'ldi. 5. Sovg'at va almashtirish. Kishilik munosabatlar ko'p hollarda bir-biriga zid ikki prinsipning ta'siri ostida qoldi. Ya'ni bular barobarlik va nafsni asos qilgan almashtirish shakli bilan sovg'at prinsiplaridir. Bu bobda sovg'atning prinsiplari bayon qilinib, sovg'at bilan almashtirishning zidligi natijasida paydo bo'lgan manfaatchilik ta'kidlandi. Almashtirishda muhim bo'lgani manfaatdir. Sovg'at qarshi tarafning kimligi yoki salohiyatiga qaramasdan bir narsani sovg'a qilishni ko'rsatadi. Ya'ni manfaat ko'zda tutilmaydi. Faqat ehtiyojiga asosan har qanday biriga berildi. Shunisi haqiqatki, his tuyg'u turkisida chiqarilgan hukmlar ziyon elib kelishi mumkin. Masalan, bir bankning boshlig'i sizga ishchi og'irib pul qarz berib turishi mumkin. Lekin siz bu pulni buzib chiqsangiz, banka ziyon tortadi. His tuyg'u shaxsiy munosabatlarning asosiy bir qismi bo'lib, g'ayri shaxsiy munosabatlar bundoq bo'lmaydi. 6. Kuch va tanlash. Hayotimizda har bergan qarorimiz va tanlashimizning yaxshi yoki yomon natijasi bo'ldi. Muhim bo'lgani tanlashimizning keyindagi sabab yoki sabablardir. Balkim bu kuch bo'lishi mumkin. Hissiy va qalblashib ketgan harakatlar g'ayri aqliydir. Bu harakat shakli hayotimizning muhim bir qismini tashkil qildi va bizni tafakkur qilish uchun sarf qilgan ko'p vaqtni qutqizib qoldi. Bu harakat shakli bizni qiynaydi. İşimizni osonlik qilib olamiz va vazifamizni qulaylashtirdi. Aqliy harakat insonning ongli holda ilib borgan harakati bo'lib, harakatning maqsadini, usulini va nishonini oldin planlashi natijasida o'tirib chiqqan harakat shaklidir. Ya'ni aqlga muvofiq harakat shaklidir. İnson qancha kuchli bo'lsa, tanlash doirasi shuncha kengaydi. Aqlga va reallikka muvofiq qarorlarni bera oladi. Harakat va qarorning taxmin qilish nisbati yuqori bo'ldi. 7. O'zini qo'g'dash va axloqiy bo'lish. İnson tabiatining taqozosi bo'yicha davomli bir narsaga egidorchilik qilishdan qo'ydi bo'ldi. Masalan, boylik egisi, shon-shuhrat egisi, farzand egisi va boshqalar degandek.
Bular bo'lganlik uchun raqobat bo'ldi. Raqobat bo'lgan harakatlar shaxsiyatchilik va rehimsizlikni asos qildi. Lekin axloqiy burch yoki vazifa buning zididir. Bundaq ahvolda bu ikki o'qim bir-biriga ziddir. O'zini qo'g'dash, bir narsa ega bo'lish ehtiyoji keltirib chiqaradigan zurriyat yoki besimdir. U narsani qo'lga kiritish uchun o'zimizni qo'g'dashning, hatto hayot qilishning shartidir. Ehtiyoj tushgan narsa har vaqt yaxshi narsadir. Ya'ni ehtiyojimiz bo'lgan narsalarning hammasi yaxshi va foydalidir. Bir narsaga ega bo'ldik deganlik, boshqalarning uningga ega bo'lishining oldini to'sdiq deganlik bo'ldi. Bu sababdan ega bo'lish yoki egidorchilik qilish boshqalarni chetga qiqishdan boshqa bir narsa emas. Ega bo'lg'uchi bilan ega bo'lolmag'uchi o'rtasida simmetrik munosabat shakli bo'ldi. Chunki ega bo'lolmag'uchi ehtiyoji bo'lsa, majburiy ega bo'lg'uchiga beqinib qoldi. Bundaq munosabatda beqindi qilib olg'uchi kuchga ega bo'lg'uchidir. Ega bo'lg'uchi, ya'ni kuch egisi beqindi bo'lg'uchiga yoki ega bo'lolmag'uchiga qaraganda texmi erkin bo'ldi. Ya'ni qanchalik kuch va egidorchilik shunchalik erkinlik degan bo'ldi. Albatta, bu yerdagi erkinlik qarshi tarafga asosan shakllandi. 8. Tabiat va kultur. Baumanning qarishicha inson qila oladigan, o'zgartiradigan, qaror bera oladigan, aktiv muomala qila oladigan narsalar kultur bo'lsa, insonning kuchidan olqagan narsalar tabiatdir. Bir narsaning tabiiy emasligini, uning kultur ekanligini deganlik, u narsani kontrol qilg'ili bo'ldi deganlikdir. Kultur qachonliki tabiatning to'nini kiyib olsa, shu vaqtida kuchga erishgan bo'ldi, qudrat topgan bo'ldi. 9. Davlat va millat. Bauman millat bilan davlatning nikohining ularning taqdiri emasligini, balki o'z roziligi bo'yicha bo'lganligini ta'kidlab, davlat millat o'tirisidagi munosabatni yo'ritib berishga tirishadi. Bauman davlatning alayliklarini mundoq bayon qildi. Ma'lum kuch tarafidan ma'lum bir zamin ustiga qurildi. Egilik huquqi doirasidagi zamonda eng cho'ng zo'ravon kuchdir. Hem qo'dilayotganligimizni, hamda izilayotganligimizni, hamda shumirilayotganligimizni his qildirdi. Qonunga asosan fuqarolarni jazolantirdi. Davlat ziddiyatga to'lgan qurilmadir. Bauman millatning alayligini mundoq bayon qildi. Millat xiyoliy jamoatlardir. Kollektiv kimligi qancha gavlansa, millat mavjudligini shuncha davomlashtira oladi. O'rtaq til, kultur va kashmishga egidir. Erkin talashdan bakroq taqdir ekanligini ta'kidlaydigan afsonalari bor. Bu afsonalar millatning tamoman tabiiy ekanligini isbotlashga tirishadi. Bu omillarning birlashishi natijasida yaratilgan milliy ruh tavallik tuyg'usi paydo qildi. Baumanning qarashicha, davlat bizning ham qo'llayotganligimizni, hamda izlayotganligimizni his qildirdi. Jazolar berdi. Millat bo'lsa xiyol jamoatdir. Millat davlatga o'xshash manfaatdan qo'ydi bo'lmaydi. Lekin davlat manfaatini qimmat ega qildi. Davlat fuqarolarini qo'g'daydi, bizmi davlat uchun bir ishlarni qilamiz. Lekin davlatning besim qilish funksiyasi bizda ojizlik hissi paydo qilib qo'ydi. Davlatning bu funksiyasi sababli nurg'un ish vujudga chiqmay qoldi. Fuqaro bo'lish amaliyotda davlat siyosatini belgilash huquqi bo'lish deganlikdir. Amaliyotda fuqarolar mushunday qilish uchun davlat oldida ma'lum darajagacha mustaqil bo'lishi kerak. Lekin yanada davlatning besim qilish funksiyasi har vaqt fuqarolarni ko'p narsadan mahrum qildi. 10. Tartib va qalaymaqonchilik. Qalaymaqonchilik tartibsiz hodisalardir. Tartib qalaymaqonchilikni taqozo qildi. Hodisalarning normal davomlashish sistemasining buzilib qalaymaqonchilik paydo qilganligi haqidagi qarash jamiyatning andishalaridan biridir. Qalaymaqonchilik ustidan g'olib kelgan tartib mutlaq ma'noda g'alaba qilgan bo'lmaydi. Yatlar yerliklarni bearam qildi va mavjud tartibni buzdi. Xayriti ustida nihoyat muhim siziq chizildi va buningga chegara deyildi. Orqadan bu chegaraning nariqi tarafidagilar chegara siziqni o'tmoqchi bo'lsa, dushman e'lon qilindi. Tartib o'rnatish qalaymaqonchilik va aniqsizlikqa qarshi urush qilishdir deganlikdir. Chegaraga qurolli askarlar o'rinlashtirildi. Chegaraning bir tarafidan yana bir tarafiga o'tishga faqat hokimiyatlarga ruxsat qildi. Bu hokimiyat boshqa hokimiyatlarga o'xshash ishlarni qildi. Chetga qoqmaga asosda farqli insonlarni ro'shan fasli bilan ikki guruhga ayirdi. Qalaymaqonchilik va tartibsiz hodisalarning ko'p qismi tar doiraga markazlashadi. Qisqasi, tartib qalaymaqonchilikni taqozo qildi. Qalaymaqonchilikmi tartibni taqozo qildi. 10. Turmushni davomlashtirish. Barg'ancha texnologiya bilan ishakishib kelayotgan hayotda biz har doim iste'molchi salohiyatda bo'lamiz. Ilonlar mahsulotlarni iste'mol qilishimiz uchun bizni qoyil qilishga tirishadi.
qaliblashib ketgan hayotimizga nazar solgan bo'lsak, nurg'un ijtimoiy hodisaga shohid bo'lamiz. Har kun atiganda qo'limizni so'pullab uyimiz. Bu ishni dastlab o'rinish bilan boshlagan edik. Keyincha ilonlarni ko'ramiz. İlan törtkisida boshqa so'pon ishlatamiz. Qo'limizni yuvishni davomlashtiramiz. Lekin ishlatgan so'pon o'zgarib turdi. Qaliblashib qolgan turmush odatimizni tashlash deganlik amaliyotda hammamizning iste'molchi deganlikdir. İste'mol kulturi bizni bir masaladan yana bir masalaga yo'tkab, qadam-qadam hayot eqiniga bog'lab qo'ydi. 12. Jamiyatshunoslikda usullar va vositalar. Jamiyatshunoslik kunlik turmushimizni cho'qim izohlashi kerak. Chunki jamiyatshunoslik odatdagi ko'z bilan ko'rgili va aniqlab chiqarib bo'lmaydigan haqiqatlarni, reallikni yoritib beradi. Nopuzluq jamiyatshunos Emilia Durkheim bir ijtimoiy hodisani boshqa bir ijtimoiy hodisa bilan izohlag'ili bo'lganligini degan edi. Ijtimoiy hodisalar insonning ichida emas, sirtida bo'ladi. Marks va bir jamiyatshunoslikning fan bo'lishi uchun tabiiy fanlarni taqlid qilish qarshiga qat'iy qarshi chiqqan. Tabiiy fanlar genni, hayvonlarni tadqiq qilgan fan bo'lsa, jamiyatshunoslik tabiiy fanlardan alohida farqlanib turadi. İnsanning ish harakatini izohlash uchun oldi bilan uni tushunish va idrok qilish kerak. Jamiyatshunoslik fan doirasini halqib, ijtimoiy hodisa va inson harakatining ma'nosini tepib chiqadi. Jamiyatshunoslik emli turmushga shundoq yaqin turadi. Jamiyatshunoslik dunyoning murakkabligining bir qismi. Bir chora bo'lishning o'rniga masalaning dal o'zidir. Jamiyatshunoslarcha fikr qilmoq erkinlik davosiga xizmat qilish deganlikdir. Xayr xo'sh.